Açıq chuchuk kebab ta'mlik mogo go'sht qo'rimisini oilda mavsul bo'yicha qilsangiz nayt yeyishlik bo'ladi. Qilish usulim nayt oddiy bo'lib, bir ko'rab chuqur o'rganalaysiz. Amiz qo'llash ustidan naqsiz yurakdan birini bagaj meni qetib olsanglar o'rganish boshlari ketdi. Avval tayyorlaydigan ko'k o'tashlardan ko'k qizillarni saralab to'g'raymiz. Samsaq, piyoz va zanjibilni mana mushalasi to'g'rab olamiz. Tayyor qilib olgan kalgoshini shundoq yalpoq holatda to'g'rab, ustiga oz miqdorda tuz, oz miqdorda oqmoch va kavachin solgandan keyin xo'ravris xo'razma tuxumidan bir necha daqiqa qo'limiz orqali to'liq bir aralashtirib olib, yana bir qo'sh kraxmal to'kib buni aralashtirayotgandan keyin ustiga bulg'anmadan xali yeshil bo'lgan elnorining tunji siqim birinchi darajalik zarangizmayda oz miqdorda qo'yib aralashtirib 10 minut atrofida qo'yib tamlantiramiz. Go'shtni tamlantirishni avval ko'radigan do'stlar tamlantirmay ishlasanglar bo'ladi, lekin mavsul bo'yicha qilganda go'sht nayt yeyishlik ham ta'mlik chiqadi. Ondan tayyor qilib olgan mogoni mana shunday inchiq qilib tutib olib, buni suvda bir yuvayotgandan keyin qaynayotgan qozonga solib 30 sekund atrofida qaynatib suzib olamiz. Va orqadan muzdek sovuq suvda ravris chayqab, qo'limiz orqali chang siqib suv miqdorini chiqaraymiz. Qozonga yana nayt oz miqdorda elnorining tunji siqim birinchi darajalik zarangizmaydini qo'yib, may qizig'anda tamlantirib olgan go'shtni solib, buni birdan qo'rib sarg'aytib olib, ondan piyoz, samsoq, zanjibilni solib, buni bir nechini qo'rib olib, go'shtni taqim yeyishlik kebab ta'mi chiqarish uchun oz miqdorda kebabchin va bir qo'shiq unlar solib, buni bir nechini aralashtirib qo'yayotgandan keyin rag'na taqim chiroq chiqish uchun oz miqdorda xo'ngshavjang qo'yib, yana aralashtirib qo'yamiz. Ko'k qizillarni solib, buni bir nechini o'rib qo'raytib, mogoni solgandan keyin ustiga yarim qo'shq atrofida zira va muvofiq miqdorda tuz solgandan keyin o'tni juqralashib tanshab to'xtamay aralashtirib o'rib qo'rib taqsiga qilib iste'mol qilsak bo'ladi yoki mana shunday cho'p solib ustiga quyib yesak nayt yeyishlik bo'ladi. Amsa oxirida filmlar yuraklarni aymay berib meni qo'llab kelayotgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Amskilar soni ko'rishaylik, xayr xo'sh.